Mana sizlarga aytgan Matizimiz, menimcha bu Matizni tanimagan odam bo'lmasa kerak. O'sha avtozuvga qiziqadigan, turingga qiziqadigan odamlar hammasi tanishadi. Imенно mana shu narsaga bitta to'xtalib, postda aytib o'tamiz. Mana shu narsaga men o'zim ham qiziqqanman. Hamma mashinaga qilib berishayotgan ekan. Qiladigan odam nomerini postda bitta video olib qoldiramiz. Bilishni bitta o'chirib turaylik, Sardor. Xo'p, faralarni hozir yig'ganmiz. Xudo xohlasa nastroykalarni qo'yamiz. Bitta gabaritga qaraylik. Oka, necha yil bo'ldi? 3 yil bo'lib qoldimi? 4 yil bo'libdi mana shu qoshlarni qilganimizga. 3 yil deylik, gurubiy mana. Tez kuyib qoladimi deydigan odamlarga. Biz borini barcha videoda ko'rsatamiz deb yaqinda ham post qo'yganmiz. Mana shu farani ham qo'yganimiz. Adashmasam postini topsam ham yana atmetga qo'ramiz. 3 yil, 4 yil bo'ldi xuddi shu farani qilganimizga. Xolos hozir boshqatdan restavratsiya qildi. Biletdan bitta chiska qo'ydi, yana regloskopni nastroykalarni qilib beramiz. Bilet ham yaxshi qarab ishlatilsa, hech qanaqa zamikani bo'lmasa 30 ming soat ishlaydi. 6-7 yil degani bu.